Tak, tortamiz. 12, 14, 15 kilo kuch beryapmiz. Ochmayapti. Ko'ryaptimi ekranda? 16 kilogacha kuch beryapmiz, ochmayapti. Damasda ichkari ruchkasiga 15 kilo yuk beryapmiz, lekin shunda ham ochib berolmayapti. Конечно, sinib ketadi, plasmas bo'lsa. Hozir biz buni remont qilgan variantimizni ko'rsatamiz. Necha kilo yuk bilan ochishini bitta ko'rasizlar. Buni ochishini qaranglar. 1 kilo, 2,5 kilo. 2 kilodan sal oshiq bilan ochib yuboryapti. Mana yana bitta ko'rsataman. Qaranglar songa. 1 mana 2 208. 2 kiloga 800 grammda ochib yuboryapti. 3 kiloga ham bormayapti. Remont qilingan zamok bilan 2,5 kilodan sal oshuv nagruzkada ochib yuboryapti eshikni. Ruchka bunaqa holatda umuman sinmaydi. Farqini o'zingizlar ko'zingizlar bilan ko'rdinglar. Eshik regulirovka xizmatiga olib kelsanglar, ichkaridan ochishdan shunaqa yumshoq qilib beramiz, umuman qiyinchilik bo'lmaydi. Sog' bo'lasizlar.